Ota-onalar uchun ajoyib yangilik. Ko'pchilik ota-onalar farzandi Prezident, Al-Xorazmiy ixtisos maktablaridan yiqilgandan keyin ularning ta'limini to'xtatib qo'yadi va bola kelajakda rivojlanib, katta yutuqlarga erishishi qiyin bo'lib qoladi. Siz uchun yaxshi taklifimiz bor. Ko'p yillik tajribali ustoz Jahongir ustoz, matematik ustozimiz bilan birgalikda men o'zim Farruh Rahimov yangi loyiha boshlayapman. Yangi loyihaga ko'ra Prezident Al-Xorazmiy ixtisos maktablaridan yiqilgan bolalarni yig'ib bitta gruppa qilib, ularni o'qishini kuchaytirib boramiz. Ya'ni ularni ingliz tilidan C1 B2 ga, IELTSdan B2 va C1 ga sertifikatlariga, shuningdek matematika milliy sertifikatiga va shuningdek matematikadan SAT inglizcha matematika sertifikatlariga tayyorlaymiz va kerak bo'lsa o'sha farzandiz o'qishini to'xtatmasdan davom etsa agar Prezident maktabi, Al-Xorazmiy ixtisos maktabini bitirib chet elga grant yutayotgan bola bilan teng kela olishi mumkin. Ya'ni u IELTS oladi, SAT oladi, milliy sertifikatlarni oladi va ularga grant yutish yo'lini ko'rsatamiz. Grant, ya'ni Amerikaga, Angliyaga, dunyoning eng zo'r institutlariga farzandiz grant yutib, xuddi Prezident maktabini yoki ixtisos maktablarini bitirgan bola bilan bir qatorda teng urovenda turishi mumkin. Faqat buning uchun sabr kerak, bolani ta'limini to'xtatib qo'ymaslik kerak. Jahon Center o'quv markazi, bilasiz, Qarshilarda 23-maktab yoniga ko'chib kelgan. Sizni farzandingizni kutib qolamiz. Mana bir hafta davomida qabul bo'ladi. Faqat tezroq kelib, bog'lanib, o'qishni davom ettirish kerak. Men o'zim ham 3 yil o'qishga kira olmaganman institutga. 4-yil institutga kirganman. Men Xudoga shukr, o'z sohamda yaxshigina o'rnimga ega malakali mutaxassisman. O'zimni singlim 2 yil institutdan yiqilgandan keyin buni qo'lidan kelmaydi, hech narsaga erisha olmaydi deyishgan, lekin 3-yil ingliz tilidan tayyorladim va singlim grantga o'qishga kirdi va hozir yaxshi bir mutaxassis bo'lib, yaxshi daromad ko'rib, faoliyat yuritib kelmoqda. Ya'ni nima demoqchiman? Agar farzandingiz bir marta, 2 marta yiqilgan bo'lsa, bu hali tugadi degani emas. Hali uni boshqa ko'plab, juda ham ko'plab imkoniyatlar kutib turibdi. Hali yetarlicha pishmagan bo'lishi mumkin. O'tgan yili, mana o'tgan yilni olaylik. O'tgan yili ba'zi o'quvchilarimiz Prezident maktabidan yiqilgandi, lekin ularni chaqirib, shug'ullandik, 1 yil davomida pishti bordik. O'sha o'quvchilarning ko'pchiligi mana shu yil Al-Xorazmiy va Mirzo Ulug'bek maktablariga qabul qilindi. Keyin yana bitta narsasi bor, agar farzandingizni matematika, ingliz tilini tayyorlanishini to'xtatib qo'ymasangiz, yana boshqa ixtisos maktablari ochilish ehtimoli juda yuqori. Masalan, Al-Beruniy maktabi viloyatlarda ham ochilish ehtimoli yuqori. Undan tashqari, xorijiy tillarga ixtisoslashgan maktablar, uni ham ochilish ehtimoli yuqori. Yana ko'plab ixtisos maktablari ochilish ehtimoli yuqori. Ochilib qolsa, o'shalarga topshirtiramiz. Ochilmagan taqdirda ham IELTSdan, C1 multileveldan, ingliz tili, matematika sertifikati, milliy sertifikati va SAT inglizcha matematikadan sertifikatlarga tayyorlab, kuchaytirib boramiz. Telefon raqami 91 963 1100, Telegram nikim hellofar 1991. Murojaat qilinglar, kutaman. Nasib bo'lsa, natijaga birgalikda chiqamiz. Bitta naql bor, 10 marta yiqilsang, 11 marta turgin deyishadi. Chunki 11-marta turganingda muvaffaqiyatga erishishing mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ingliz tilini o'rganing, kuzatishda davom eting.